Assalomu alaykum akalar. 11:05 motorli Zubrt motoblogimiz yetib keldi akalar. Bu traktorimiz akalar ko'rib turganlaringdek motorlari 11:05 18 ot kuchli motorlar bilan jihozlangan bo'ladi akalar. Bu traktorimiz oldida LED faralari mavjud hamda pоворotniklari ham bor akalar. Bu traktorimizda qo'shimcha dinamolari mavjud. O'zini zaryad qiladi. Bu traktorimiz statorlariga ahamiyat berib bersizlar. Katta statorlar bilan jihozlangan, boks tagiga qo'yilgan bo'ladi akalar. Ixchamgina qilib hamda bu traktorimiz radiatorlari mavjud akalar. O'zini sovutadi. Bu traktorimiz ko'rinishlariga ham ahamiyat berib bersizlar. Bu traktorimizda tablolari ham bor akalar. Suv datchi, akkumulятordagi yog' datchiklariga ko'rsatib turadi. Bemalol rollari, gidrovilka, kulish naborlarini qo'shib beriladi akalar. Ballariga ham ahamiyat berib bersizlar. Ballonlar katta kichik razmerdan bo'ladi. Bu traktorimiz enshi boklar orqasiga qo'yilgan bo'ladi. Enshalarni ham ko'rishlaring mumkin. Bu traktorimizda toshbaqa quygan ko'rishlari ham bor akalar. Ko'rib turganlaringdek, bu traktorimizga vozdukhlari maslin vozduklar bilan jihozlangan bo'ladi akalar. Bu traktorimizda akalar qo'shimcha puliylari ham mavjud akalar. Puliylarini ham qo'shib beramiz. Har xil razmerda bo'laveradi puliylari ham ko'rib turganlaringdek, original puliylar bilan jihozlangan. Bu traktorimiz endi akalar frezalariga keladigan bo'lsak, frezalari ham original frezalar bilan jihozlangan akalar. 1.20, 1.30 li frezadan qo'yilgan akalar. Pichoqlari ham o'ta original pichoq. Bu traktorimizni xarid qilsalar akalar, Kuban motopilamiz bilan hamda kulish naborlarini bonus sifatida qo'shib